Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Aziz do'stlar, mana bugun Xudo xolasa 30-may kuni hozir telefon qildi dispetcherlar. Bugun Shvetsiyaga yuk berdi, Xudo xolasa. Cheris parom bo'lsa kerak. Xudo xolasa paromga minish niyatim bor edi. Xudo xolasa paromda Shvetsiyaga boramiz. Inshaalloh Xudo xolasa Shvetsiya. Juda ham borishdi, orzu qilib yuradim Shvetsiyaga. Xudo xolasa hozir zadaniya berdi mana. Ana keldi start biz hozir 14:34 da start qilamiz ekan. Konec post 5:35 da. Brusseldan Pustay Brusselga boramiz hozir. Brusseldan Shvetsiyaga yuk olamiz aviapatnerda. Xudo xolasa soat 2 da yo'lga chiqamiz inshaalloh Xudo xolasa. Hozir yana zadaniyani to'liq yuborsa, qaysi shaharga borishini ko'rsataman Xudo xolasa. Adreslarni ko'rib, Cheris paron bo'lsa paron, bu yoqda bo'lsa bu yoqda, Xudo xolasa. Ketdik. Hozir pritsep almashtirar ekanmiz. Bu pritsep bilan ketmas ekanmiz. Bu pritsepni olamiz 65-40 degan segida 65-40. Mana shu parkingda ekan. Hozir ko'rib keldim pritsepni. Pritsepni ko'rib keldim. Shu narigi tomonda turibdi hozir. Bu pritsepni uzib, narigi pritsepni taqib yo'lga chiqamiz. Belgiya, Brusselga qarab. Azizlar, mana pritsepimni uzdim, mayli u yoqqa, nariga taqayapti. Mayli yo'l. Endi keldim ularga olib pritsepni. Pritsep olamiz hozir. Amsterdamdan mana Gollandiya. Hozir men Brusselga boraman bu tomonga. Mana shu Brusselga boraman-da, mana shu yerga borib, keyin bu yerdan yukni olib, mana shu yergacha boraman Gambur. Qayerga? Porto. Biz mana shu yergacha boraman. Keyin meni o'tib boraman deb mana shu yerga anada boraman. Menga mashinada. Hozir borayotgan joyimni ko'rsataman. Ya bu boshqa joyda ko'rsatiladi.
55. Burası Manşehir'de var hayatım. Aeroportta. İnternetten servis eklemiş var. Şveç'e. Şveç'e. Şurada var hayatım. Şurada Manşehir'de var hayatım. Aynen. Nasıl? Burada çıkar mısın? Biraz bu arabayı götüremeyiz. Sonra tükette. 55 euro koptu dostlar. 55 euro. 2 günde. 45 saat, 50 saat oldu. Neyse oldu. 55 euro to'ladik, endi ketamiz. Aziz do'stlar, endi mana yo'lga chiqamiz. Xudosi bo'ldi. Reseptni qabul qilib, har qabul qilganimizda bir mana saytga joylaymiz. Qayerda nima bo'lsa, ana shuni joylab bo'ldim. Endi Bruselga qarab yo'l olamiz. Bruselga 203 kilometr ekan. Chiqib oldik. Niderlandiya Pakistonni probka bo'ladi. Probkalar beramiz mana. Pakistonni probka bo'ladi. Dördüncü video var. Dördüncü video. Arkadaşlar gidelim. Antibiyotik şaharımıza kadar vereceğim. Antibiyotik. Benim dışına var. Sonra kep aldım. O şekilde bineceğiz başına. Kilometre kaldı. Через 200 метров поверните налево на водоемной зоне Маховой-Каргал. Поверните налево. Через
Kargo 303'e varsın seyrek. Kargo 303. İşte oradaydı da. Oradaydı önümüzde kalmış. Rahmetliler gel. Bunca yardım bunlar. Geldim azizlar, mana 703 ga. Hozir dokumentini berib topshiramiz aka. Yon boshda ochar ekanmiz. Tintni ochar ekanmiz. Ayling.
do'stlar bo'ldik. Ancha bo'ldiklar bo'lgani. Tintu hozir ham bo'ldim. Dokumentni olib hozir tomoshaga kelyapman. Aziz do'stlar, mana dokumentni olib keldim. Plombani qo'ydi. Azizlar, endi xudo xolasa yo'lga chiqyapman. Bayagi yukni tenti ochib, yopishni ololmadim chunki zaryad o'lib qoldi. Anchadan beri ishlatib kelyapman. Ertalabdan beri qo'yganim yo'q edi. Shuning uchun hozir endi yo'lga chiqamiz aziz do'stlar. Shvetsiyaga Poronga hozir koordinat qo'ydim. 732 kilometr ekan. Xolasa qani ketdik. Xolasa ketamiz. Xudo xolasa yo'lga chiqaman azizlar. Aziz do'stlar, kecha soat 10:04 kelib to'xtaganman mana shu parkingga. Mana shu parkingga kelib to'xtadim. 9 soat olmadim mana hozir. Xullas 9 soat, mana 9 soat 1 minut olmadim. Endi yo'lga chiqyapman xudo xolasa. Yo'lga chiqyapman do'stlar, xudo xolasa. Manzilgacha 129 kilometr qoldi. 329 kilometr qoldi. 329 kilometr qoldi. Xudo xolasa mana endi yo'lga chiqamiz azizlar. Poronga qarab. Kecha juda charchadim, shunday kelib uyqum soat 4 da shunday keldi uyqum. Shuna mashinani qo'ydim, yopdim, uxlardim. Endi mana turib xudo xolasa yo'lga chiqamiz inshaalloh. Aziz do'stlar, mana yo'lga ham chiqib oldim, xudo xolasa. Bu ikkinchi avtoban Germaniya. Bu ikkinchi avtobandan 7-avtobanga o'tamiz 32 kilometrdan keyin. Hozirroq Nasamakada yuramiz. kilometr qoldi. Mana ko'pirga kelib qoldim yaxshilar. O'tdi sinak. Nadar bormi mana. Ko'pirni arag'anday chiroyli ko'prik.
Bu tomonda qarang, bu tomonda dengiz. Bu tomondagi dengiz. Voy, manzarani. O tomonda cho'milyapti. Cho'milish. Aziz do'stlar, mana keldim. Registratsiya qildim. Mana bunaqangi cheklar berdi. Cheklar berdi. Hozir shu cheklarni ko'ramiz. 21 qatordan bor dedi. 21 qatordan. Hozir ketamiz mana. O'tgan yo'llarga kelib turibman. Endi kema kelishini kutamizmi? Endi kema tushirishini kutamizmi? Uni boshladim men kemaga chiqishim. Endi chiqadigan joy topishim kerak. Aziz do'stlar, mana mashinani qo'ydim. Baron ichida. Baron ichida ketyapman. Ketmaga chiqadigan joy izlayapman. Mana ketamiz, O'zi kelib qoldik azizlar, xudo xolasa. Aziz do'stlar, mana mashinaga ham keldim. O'zi kelib qolibmiz.
52 minut. 52 minut. Yuribmiz ekan. Endi tayyorgarlik ko'ramiz. Aziz do'stlar, mana Daniyaga o'tib oldim. 53 minut yurdi. 53 minut, 50 minut. Xullas, Qo'rondan chiqqan joyimda kontrolga tushdim. Kontrol tekshirdi. Takim etdi. Hozir mana Xudo xolasa Daniyada o'tdim. Daniyada ketyapman endi. Mana aziz do'stlar, Daniya. Bir 2 kilometrmi bo'ldi yurganimga, o'sha Igorskoga. Parondan tushib yurganimga. Üstü suv, mana dengiz, men okeanmi bilmayman mana. O'tib ketyapman. Hozir mana 608 kilometrda Shvetsiyaga o'taman, xudo xolasa mana 608 kilometrda. Hozir aziz do'stlar, mana Moskvaga keldim, mana platniy. Necha kilometrligini bilmayman. Mana Moskva hozir Moskvaga o'tamiz, xudo xolasa. Bu yog'i Shvetsiya, xohlasa. do'stlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Aziz do'stlar, kecha yukni ertaga tushiraman. Xudo xolasa dushanba kuni.
Hozir Shvetsiyaga kelib pauza qildim. Mostdan o'tgan joyda Shvetsiyaga kunga kirgan joyda o'sha chegara 1 kilometrmi shuna Daniya bilan mostdan o'tgan joyda pauza qildim. Shanbaga ertalab yuraman. Bugun bozor yakshanba, xudo xolasa. Hozir mashinadan tushib Shvetsiyada bir aylanaydan keyin Malmo shahrida. Orqa tomondagi uylar ro'da yopilgan ekan, xosdan. Qamishda yopilganmi? Orqa tomon. Aziz do'stlar, xudo xolasa Shvetsiya mana shu. Başlarımız bu tomonda. Ana yerda kichkina agratchasi bor ekan bularni. Endi undan sotib olganman. Bu kartoshka ekan. Bunisi bilmayman. Bunisi piyoz ekan. Shunaqasiga ketgan ekan. Shunaqasiga o'zi olma bor ekan. Kichkina barnichalar qilib qo'ydi. Ermakka ishlaydi bular endi. Sug'orib kartoshka. Bu ham chiroyli shahar ekan. Kichkina. Chiroyli shahar ekan bu Shvetsiya. Azizlar, mana yo'lakchadan yuribman-da. Yo'lakchada yurmabman-da. Qishloqda ichida yurmabman. Birdan ko'rib, tomosha qilib ketardim. Mana yo'lakcha. Bu tomonga berashga ketibdi, bu tomonga. Shu bu tomonga ham ketibdi. Yoz bu tomonga yur deyapti. Ko'pirdan o'tib shu ketar ekan. Aylanaychi. Qarang, yo'lakcha. Yo'lakchani qarang. Chiroyli qilib qo'yibdi qishloqda ichi. Magazin chiqarib qo'yib sotar ekanda. Ko'chaga magazin chiqarib qo'yib sotar ekan. Azizlar, hozir magazinga kirdim. Magazinga kirib ko'rsam narxlar o'sha pastda bir xil, ozroq farq qilmasa pastda bir xil chiqyapti. Germaniya bilan narxlar. Sal arzonammi dedim. Azizlar, mana orqamda turgan har bir uydan eski tuski narsalar sotadigan ochiq. Eski tuski narsa sotiladigan ochib olgan ekan. Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Asoslar, mana bugun ertalab bo'ldi, dushanba kuni, 2-iyun. Asoslar, mana bugun 3 soat bo'ldi. Endi ishni boshlaymiz, xudo xolasa. Ketyapman, mana borak. Tushirganlik xudo xolasa yo'lga chiqaman. Ondan so'ng 30 soat bo'ldi dam o'tganimizga. 30 soat bo'ldi. Shu parkingda qo'yganimizga. Endi boshlaymiz endi ishni xudo xolasa.
Azizlar, bu yerda qanaqadir baribir furolar kam yurar ekan. Dushanba bo'lsa ham furo yo'q bu yerda, ko'chada mashina yo'q. Ko'rinib turgan bo'lsa. Azizlar, hozir kelib ofisga bordim. Ofisda bir soatlar kutib, hozir yana tentovkani osh dedi. Osh dedi, hozir tentovkalarni ochamiz yana xudo xohlasa. Azizlar, mana shunaqangi yuk edi. Mana ikkita 9 tonna ekan. Remlar tartgani mana. Hozir remlar yechib ko'ramiz hozir. Azizlar, mana ochib yopib bo'ldim. Tushirib bo'ldim. Endi borib dokument olib keladi. Azizlar, mana yukni tushirib chiqib, tentlarni yopib, tentni ochdim. Hozir parkingga kelib pauza qilyapman. Aeroport o'zida parking bor ekan. Shu yerga kelib pauza qilyapman. Qachon yuk bersa endi pauza qil dedi. Pauza qilyapman. Qachon yuk beradi bilmayman. Xudo xolisa yuk bersa yana ketamiz, qayerga bo'lsa. Assalomu alaykum do'stlar. Hurmatli kanalimiz a'zolari. Aziz do'stlar, mana bugun 3-iyun. Xudo xolasa zadani berdi. Yana xuddi shu kecha yuk tushirgan joyimdan yukni olib, yana Belgiya Bruselga ketamiz ekan. Xudo xolasa soat 11 da yuklaysan dedi. Soat 10 dan 12 minut o'tyapti. Xudo xolasa hozir tayyorgarlik ko'ryapman. 10:30 da borib shu yerga turaman. O'zi aeroport yonidaman. Hozir borib yuklashga boraman. Xudo xolasa yuklab Bruselga qarab ketamiz, yana через parom. Keyin yo'limizdan ketamiz, xudo xolasa yana. Do'stlar, xullas hozir keldim. Mana rampaga qo'y dedi, rampaga qo'yaman hozir, ikkinchi rampaga. Aziz do'stlar, mana yuklab bo'ldi. Qanday yuk, qanday qilsam bo'ladi? Mana bu tashab ketadi-da, bu yoqqa mana. Lat. Marshit joylashtirdim endi nartomandan buni tepani o'zinasiga. Endi xudo xolasa tushmay borib. Mana kichkinani bir joyga joylashim kerak edi. Kichkinani.
Abi tushmaydi. Xudo xohlasa. Keldikdə ona ko'pira. Mosqa yaqinlashyapmiz. Bir 5 kilometrlik, 6 kilometrlik Mosqa yaqinlashyapmiz. Mana shu Mosqa to'lov menimcha, shu Mosqa to'lov. Endi hozir Mosqa ustiga chiqib ketamiz asosan. 5-6 kilometr, 6,5 kilometrda Daniyaga o'tamiz. 6,5 kilometrda Daniyaga o'tamiz. Mana most ko'rinyapti, most uzunligini. Bu Shvetsiya bilan Daniyaning o'rtasidagi most. Ana, most ko'pirin. Yaxshi bir qalla kunduz kuni o'tyapmiz. Qaytishimda kechqurun edi, soat 10lar, 9 mayli. Ana most. Bir chiroyli manzara, ha? Dengiz o'rtasidan ana charpalaq, ana tok ishlab chiqaradigan generator qo'yilibdi. Sud o'rtasida. Ko'ryapsizmi? Ya, sud o'rtasida. Joy ekonom, qarang ham tok ishlab chiqaradi. Bular qarang qanday ishlab chiqaradi. Chegaraga 12 kilometr qoldi. Dengizda harakat qilib turadi. Mana do'stlar, Daniyaga o'tdik. Azizlar, endi mana
dengizni mana ostidan o'tib ketamiz. Ko'rinayotgan bo'lsa mana bu tomon ham bu tomon ostidan o'tib ketamiz. Bunda ham ko'rinayotgan bo'lsa kerak, kartada ham. Mana Daniyaning ichida shahar, mana bu shaharchasi ekan, kichkinagina, qanaqa shaharcha bilmayman. Do'stlar, keldim. Mana registratsiya qiladigan joyga hozir bor registratsiya qilib kelamiz endi. Aziz do'stlar, mana keldim. Registratsiyani chek berdi har doimgidek. Chek davomliga bunday qilib o'qitamiz. Do'stlar, mana chiqish boshlandi. Boshladi. Bunisi kichkina ekan soligana. Kichkina ekan bunisi. Kichkina ekan. Ikki etajli ekan, 2 etajli ekan. Mana tepani qarang, tepani. Vahshiy dahshati. Xarob bo'lgan.
Az do'stlar, oz qoldi yetib kelishimizga. Ko'rinib boshladi narigi uchi. Oz qoldi, xudo xolasa. Qaytaman endi xudo xolasa. Biz bazıga yetib keldik. 10 minut, 5 minutda bo'lamiz. Boshqa bor joylashtiraylikchi. Mana do'stlar, xudo xolasa yo'ldan chiqib oldik. Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Aziz do'stlar, mana yukni tushirgani keldim Belgiya, Brussellardan gidib. Xuddi shu rampadan yuklab edim, mana shu rampada turibman. 40 ta. Hali ochgani, orqani ochma dedi, ochganim yo'q. Shuning uchun hozir kutib o'tiribman, endi yuk tushirib bo'lsa. Aziz do'stlar, mana sog' salomat borib keldik, xudoga shukr. 31ida ketgandim, 31ida ketgandim, mana bugun 4 kun ketdi vaqt borib kelguncha. Shu bilan aziz do'stlar, o'ziga shu sayohatimiz o'z nihoyasiga yetadi. Shu bilan yana keyingi videolarda ko'rishguncha aziz do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishguncha aziz do'stlar.